Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bizdan xonadon xarid etgan muzazzamizni qisqacha taassurotlar bilan bo'lishib o'tacakmiz. Aka xonadon xarid etgan vaqtda kalitni qo'lingizdan olgan vaqtda nima his etdingiz? Aka shu bo'yicha qisqacha gaplashib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz mana shu yangi qurilgan domlardan xonadon xarid qilgan ekanmiz. Kalitni olishim bilan shu yangi yilga yangi uylardan xarid qilib xursandmiz. Mana shu quruvchilarimizga katta rahmat. Bu uyning sharoitlari juda yaxshi ekan. Liftlari ishlab turibdi. Hamma sharoitlari yaxshi ekan. Katta rahmat mana shu domni qurishda xizmat qilgan barcha quruvchilarga. Issida yashab o'tiribmiz. Yangi yilga padarka bo'ldi bu. Domlarimiz zo'r. Hammaga tavsiya etaman. Yangi xonadonimizdan quvonchliimiz. Yangi yilga yaxshi eng zo'r padni bo'ldi, sovg'a bo'ldi. Hammaga taklif etamiz. Zo'r, hammasi ajoyib. Nima uchun aynan bizani xonadon tanladingiz? Hamma sharoitlari yaxshi. Quvonchi qulay. Tavsiya etaman, kesillar, asilla. Hujjatlarda muammo bo'lmadimi? Yo'q, muammo bo'lmadi.